Hammaga assalomu alaykum. Bu ko'rib turgan katta gektardagi gullar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. gullar juda ham chiroyli va katta joyda joylashgan ekan. Bu yer necha gektar? Bu yer 10 gektardan tashkil topgan. Ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham katta joyda gullarimiz bor. Necha xil turdagi gullar bor? Bu yerda 600 xildan oshiqroq gullar bor. Keyin 1 milliondan oshiqroq ko'chatlar mavjud. Agar bitta to'pda hisoblasangiz, 3 tadan gul bor. Shunda 3 milliondan ko'proq gullar bor. Juda ham ko'p ekanda. Wow, gullarning ko'pligini ko'zimni quvontirib yuboradi. Assalomu alaykum. Xormanglar. Nima qilyapsizlar sizlar? Gullardan choy tayyorlanadi, choy uchun teryapmiz. Ha, juda ham chiroyli, hidlari ham Juda ham shirin hidlari ham. Bahri diling yayraydi. Choyni ichsang undan ham yosharib ketasan odam. bu gullarni hozir nimaga terishyapti? Bu gullarni xalqimizda xursandchilik kunlariga buketlar yasaladi. To'y, tug'ilgan kunlarga o'zimizning shaxsiy magazinlarimizda buketlar sotiladi. Shuncha hajmdagi gullarni nima qilasizlar? Eksport qilasizlarmi? Ha, biz shu paytgacha MDH davlatlar bilan birga, ya'ni Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga gul eksport qilganmiz. Hozirda talab va takliflar ko'pligi sababli bu yildan O'zbekiston bo'ylab ham ichki sotuv yo'lga qo'yilmoqda. Juda ham zo'r. Masalan, biror kishi xarid qilmoqchi bo'lsa, qanday qilib sizlarga murojaat qilishsa bo'ladi? Ushbu video ostiga havolamiz va telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol buyurtma berishingiz mumkin.